Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Bugun menga shunaqangi dastavka keldi. Bu shampun, amerikanskiy shampun ekan. Ichida ikkita shpritsda shunaqangi yog'i bor ekan. Soch to'kilishiga qarshi va sochni yaxshi o'stirib berar ekan. Rozmarinlik shampun bu skidkaga tushgan ekan. Avval 150 mingdan sotilgan. Hozirda yangi yil uchun skidka qilingan 80 mingdan oldim. Mana shunaqangi sovunlardan oldim. Judayam hidi zo'r ekan. Parfyumni 24 soat turadi deyilgan. Razmeri ham kattagina, ichida mochalkachasi ham bor. Terini quritmaydi, увлажнять qilib beradi. Shunaqangi sovundan ham oldim. Bu yuz uchun. Yuzni quritmaydi, o'g'rilarni yaxshi yo'qotib beradi. Parfyumni sovunidan 3 xilidan oldim. Uchalasi 3 xil hid. Bu ikkita ko'kdan olganim sababi bittasi o'zimga, bu uchtasi sadikka, vaspitatsiyalar uchun olgan edim. Sovunni mana ochib ko'rsatyapman. Kattagina, razmeri ham, grammi ham katta va mana shunaqangi ichida mochalkachasi chiqadi. Ichiga solib ishlatsa judayam zo'r ko'pirib ketar ekan. Menga judayam yoqdi. Hidi ham, razmeri ham, podarkaga judayam zo'r narsa ekan. Mana shundan 3 xilidan vaspitatsiyalariga, o'g'limni vaspitatsiyalariga oldim podarka uchun. Mana bu sovunni ham ochib ko'rsatdim. Bu ham grammi kattagina, hidi ham yaxshi, приятный. Yuzda ishlatib ko'rdim buni. Haqiqatdan ham yuzdagi o'g'rilarni yo'qotib beradi, quritib, yuzga judayam yaxshi foyda beradi. Ishlatib ko'rdim bu sovunni. Bu shampunni ochib ko'rsataman. Mana bu shampunimiz, ochib oldim. Shunaqangi ikkita shpritsda bu yog' soch uchun. Sochni yuvib, quritgandan keyin toza boshga har bitta sochni orasini ochib, tolasini o'sha yerga surtib ishqalanadi va 1 sutka qo'yiladi. Ertasi kuni shu shampunni o'zi bilan yuvib tashlanar ekan. Buni yog'ni hali ishlatib ko'rganim emas, lekin shampunni ishlatib ko'rdim. Juda zo'r effekti. Kechga esa xo'jayinim telefon qilib, "Chiq, magazinga borib kelamiz" dedilar. Aytmadilar, lekin yo'lka olishimizni magazindan borib yo'lka tanladik. Keyin o'shanga mos o'yinchoqlardan ham oldim tanlab, uyga kelib chiroyli qilib yasatib qo'ydik yo'lkalarni. O'g'lim ham, men ham judayam xursand bo'ldik, chunki xo'jayinim kerakmas yo'lka deganlarga xafa bo'lib qoluvdik. Bizga podarka bo'lishi uchun xo'jayinim bizga aytmasdan magazinga olib bordilar. Magazinga shunchaki borib kelamiz, ishim bor dedilar. Magazinga borsak, yo'lka tanla olamiz dedilar. O'g'lim bilan ikkalamiz tanlab, xo'jayinim olib keldilar. Yasatishga ham yordam berdilar. Shunaqangi chiroyli qilib yasatib qo'ydik yo'lkalarni. Ertasi kuni esa shunaqangi podarkalar tayyorlashni boshladim. O'g'limni vaspitatsiyalariga nima tayyorlashni bilmadim. Yandex.Marketdan qo'l uchun, qo'l oyoq uchun krem zakaz qildim. Bu paketlarni o'zim yasadim. Internetdan ko'rib qanday yasalishini. Ichiga esa mana shunaqa qo'l va oyoq uchun krem yasamaydan. Buni narxi 21 ming ekan, 75 ml ichida. Mayda narsa emas, ichini ochib ko'rdim, kattagina. Shunaqangi kofe qo'ydim. O'sha atirli parfyumni sovunimdan qo'ydim. Keyin oshxona uchun bir komplekt sochiqcha qo'ydim. Shunaqangi vishvkalik. Buni ham razmeri mayda emas, kattagina. Qo'llar tushishi uchun shunaqa podarka qilib, naborchik qilib, buni paket ichiga joylab, chiroyli upakovka qilib, ertasi kuni esa olib borib berdik. Sochiqchasi bir xil bo'lmadi, 3 xil bo'ldi. Bitta magazindan olganman, lekin bitta-bitta qolgani uchun shunaqa 3 xil bo'lib qoldi sochiqchasi. Qolgani hammasi bir xil. Shtativ qo'yishga joy topmaganim uchun qo'lda videoga olganman. Mana shu paketga solganimdan keyin bu ham to'lagina ko'rindi, kattagina bo'ldi. Ertasi kuni esa olib borib berdim. Shunaqangi chiroyli bantikchalar qilib, украшение qilib, от души o'zim xohlagandek bo'ldi podarkalar. Shunaqangi yasab olib borib berdim ertasi kuni. Juda ham xursand bo'lishdi. Rahmat deb aytishdi.